Reker o'lib qolibdi. Reker olamdan o'tdi. Bugungi videoda biz Reker YouTube'ga qaytganmi yoki u o'lib qolganmi haqida gaplashamiz. Reker qaytadimi, qaytmaydimi, bu ma'lumotni men sizlarga aytmayman. Men sizlarga cho'rmanmi? Aytishim uchun sizlar videoga like bosib, kartamga $100 tashlab yuboringlar. Shundan so'ng aytaman. Videoning boshida ko'rgan Reker o'lib qolibdi degan kommentariyalar Rekerning mana shu videosidan olingan. Sababi esa Reker YouTube'dan butunlay ketdimi degan savolga men qisqagina qilib javob beraman. Reker o'zining Discord serverida 2 yildan so'ng qaytaman degan, ya'ni 2026-yil. Reker yaqin arada qaytib qolishi mumkin, chunki Discord serverida 2026-yil, aynan 2026-yil qaytaman degan. YouTube'dagi boshqa videolarga ishonmang, ular hammasi soxta, ovozini o'xshatib men qaytdim deb chiqaraveradi. Aynan mening videomga ishoning va like bosib kanalga obuna bo'ling. Rekerning o'zining ham qaytish niyati bor, ketish niyati yo'q. Hozirda u o'qiyapti, shuning uchun ozgincha vaqti bo'lmay YouTube'ga qaramay qo'ygan. Albatta vaqt topib YouTube'ga kirib video qo'yishi mumkin. Uni biz intizorlik bilan kutib qolamiz. Videoning boshida ko'rsatgan kommentariyalarimga ishonmang. Reker o'lib qolibdi, Reker olamdan o'tibdi degan kommentariyalarga. Reker hali tirik. U shunchaki YouTube'ga video qo'ymayapti, vaqt topa olmayapti. U albatta vaqt topib YouTube'ga video qo'yadi. Reker ham o'qishi kerak, shuning uchun YouTube'ning o'rniga o'qishni tanladi. Albatta o'qishlardan bo'shab, YouTube'ga albatta qaytib qoladi. Reker o'lib qolibdi degan kommentariyaga ishonmang va boshqa soxta videolarga ham ishonmang. Reker albatta yaqin oralarda qaytib qoladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Murodking bo'ldim. Albatta kutinglar, Reker albatta qaytadi.